Maşallah. Ilohim, mana shunday chiroyli baxtlaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin onajon. Bu sizning mashaqqatli mehnatingiz, shuncha yillik mehnatlaringizning mevasi, farzandlaringiz, dilbandlaringizdan arzimagan chiroyli sovg'achalari bor. Marhamat, qabul qila olasiz onajon. Onangizga gul bering. Ayolingiz qancha pul so'rasa bering, faqat onangizga gul bering. Ularga kerak emas dunyo pullari. Ularga kerak emas mol va davlati. Ularga ozgina mehr, ehtirom, onangizga gul bering. Aziz ayollar, marhamat, sovg'alaringizni berishlaringizni so'raymiz.